Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Burunning burunusida nahaydı soğuk bir gecede bir yigit özünün çıdır uyida emdi aram alay deb turuşiga çıdırning perdisi qayrilibdi. Sodigar kimkin deb qarasa, aslida uning tögisi ekan. Sodigar tögidan so'rabdi. Nemish bo'ldi? Töge. Sirt bakmi soğuk ekan. Men soğukdan chiday olmadim. Şuna beşimni bo'lsa-mu çıdırning ichiga tiqib olsam bo'lamdi, debdi. Yigit nihoyat kang qo'rsoq kishi bo'lib, "Bo'ladi, sinib olg'in", debdi. Shundoq qilib Töge beshini çıdırning ichiga kirgizibdi. Biroq uzoq o'tmay Töge yana eg'iz echibdi. "Mening bo'ynimmi bek to'nglab ketdi. Bo'ynimni isitib olsam bo'lamdi", debdi. Yigit ichida baribir çıdırda azroq bo'lsin o'rin bor, deb o'ylabdi va Tögening talabiga ma'qul bo'ldi. Shuning bilan Töge bo'ynini çıdırning ichiga kirgizib oldi. Uzoq o'tmay Töge yana shundoq debdi. "Putum bek to'nglab ketdi. Putum bo'lmasa, ada safarmi qila olmaymiz. Shunga putumni isitib olay", debdi. Yigit yana qo'shilibdi. Birdamdan keyin Töge: "Meningcha, bundoq tursam, sirtning shamili çıdırning ichiga kirib oladi ekan. Uningdan ko'ra butun badanimni çıdırning ichiga kirgizib olganim yaxshi o'xshaydi", debdi. Biroq çıdır bakli kichik bo'lib, aslida birla odam sig'adi ekan. Lekin oq ko'ngil yigit yana Tögening talabiga qo'shilibdi. Biroq çıdırning ichida bir odam, yana bir Töge bakli qistilib qopdi. Shuning bilan Töge: "Qaraganda bundoq tursak patmug'idekmiz. Sizning badaningiz sal kichikroq. Shunga siz sirtirab turing. Shundoq bo'lganda buncha qistilib ketmaymiz", debdi. Oxirida bo'lsa Töge yigitni çıdırning sirtiga istab chiqarib yetibdi. O'zi bo'lsa issiq çıdırning ichida rohatlanib yetibdi. Do'stim, bu hikoyadan nimani tushundingiz? O'ylaganlaringizni inkas qoldirib qo'yishni unutmang.